Anchadan beri ko'rmadim ustozimni, sog'indim to'g'risi. Ustozlar tarbiyali bo'lgan ustozlar ham hammasichi orqaligidan ro'mollarni o'rab yurishgan. Bizning payt bilan hozirgi paytda o'qituvchilarning ancha farqi bor endi. Rahmatli bo'lganlar. Geografiya. Nima uchun? Ustozimiz bor edi. Birinchi ustozingizni eslay olasizmi? Birinchi ustozim Umidjon Jo'rayev bo'lishgan, ingliz tilidan eslay olaman. Juda ham yaxshi ustoz bo'lishgan, ancha narsa o'rganganman. Faqat ingliz tilidan emas, hayotdan ham aka ham bo'lishgan, ustoz ham bo'lishgan. Hozirgacha munosabat saqlab qolganmisizmi? Hozirgacha o'zim Qo'qondanman. Qo'qonga borganda ustozim yonlariga borib, suhbatlarni olib, birga o'tiramiz, ancha gaplashib. Siz ustoz bo'lishingizga nima sabab bo'lgan? Ustoz bo'lishimga ustozimga har doim havas qilganman. Faqat bilim taraflama emas, hayot taraflama ham ancha menga ancha narsa o'rgatishgan. Qaysi xislatlari yoqasiz? Ustozimni hamma xislatlari yoqqan. Misol uchun, taslim bo'lishmagan ustozim. Qanaqa qiyinchilik kelsa ham o'zlarini ushlab turishga motivatsiyalari bo'lgan. Men shu taraflari menga yoqqanligi sababli ustozimni haligacha hurmat qilaman, haligacha hurmatlarni joyiga qo'yaman. Maqsud opa, Alloh rahmat qilsin, 1 yil oldin olamdan o'tdilar. Borolmadim, armonim shu. Qaysi jihatlari bilan sizda qolgan? Hammanglar meni bolamsizlar deganlarim. Rahmat katta. Nasriddin va Nasiba opa bo'lganlar. Qaysi xislatlari yoqasiz? Endi bizning payt bilan hozirgi paytda o'qituvchilarning ancha farqi bor. Endi u paytda boshqacha bo'lganda. Qanaqa bo'lgan? Uni so'z bilan ta'riflab bera olmaydi hech kim. Yaxshi bo'lgan edi. Ismlarimi? Tilov va Gullol opa. Qaysi fandan kirganmisiz? Bizlar birinchi anaqa maktabda, boshlang'ich sinfda dars berganlar. Sizga qaysi xislatlar ko'proq yoqqan ustozsiz? Jafokash. Ya'ni o'sha qariq, jonkuyar. Jonkuyar ustoz bo'lganlar. Yaxshi ko'rardingiz. Juda ham. Xabar olib turasizmi haligacha? Munosabat bormisizmi? Rahmatli bo'lganlar. Bizlarda o'sha 3-sinfgacha dars berganlar, 4-sinfda o'zi Maqsud ustoz. Qaysi xislatlari bilan sizda qolgan? Ajoyib. Har tomonlama bilim darajasi zo'r edi. Va eng yaxshi ko'rgan fan ustozingiz? Geografiya. Nima uchun? Ustozimiz bor edi. O'zim sinf rahbarim Allaberdiyeva Sarvinoz ustoz. Sizga yoqarmidimi? Qaysi xislatlari yoqqan ko'proq? Tartibli, yaxshi. Intizom bilan sizlarni o'rgatgan. Yaxshi ko'rardingiz ustoz? Ha, yaxshi. Yaxshi ko'rishingizni bir aytib qo'ying kameraga qarab. Ustoz sizni yaxshi ko'raman. Anchadan beri ko'rmadim ustozimni, sog'indim to'g'risi. Xabar oling. Xabar olaman, borib. Sharif opalar xudoga. Qanaqa bo'lgan ustozingiz? Soddagina bo'lgan oldingi ustozlar bolam. Hammaligi sodda bo'lishgan. Qaysi xislatlari sizga ko'proq yoqqan ustoz? Hamma xislatlar tarbiyali bo'lgan ustozlar ham hammasichi orqaligidan ro'mollarni o'rab yurishgan. Endi men hozir 64 yoshmanda, ancha yil bo'ldi bitirganimga, birinchi ustoz. Inshaalloh. Shu. Hamma o'quvchi yaxshi ko'rganmisizmi? Oldin gap qaytarilmagan ustoz ona bilan ota bilan barobar bo'lgan. Hech gap qaytarib anaqa bo'lmagan. Har doim ustozni hurmati joyida bo'lgan. Ular ham bolalarni yaxshi ko'rishgan bo'lishgan bizlar ham. Shu kimana meni bolalarim. Meni birinchi ustozim motlari Gulnara Tovatin edi. Ularda 3-sinfgacha o'qiganman. Hozir kurator zavotlari Dilfuza Ravshanova. Birinchi ustozingiz qanaqa bo'lganlar? Yaxshi, strogi bo'lganlar, yaxshi ta'lim berardilar. Yaxshilar dedi. Yaxshi. Dilfuza Ravshanova. Biz bitta sinfda o'qiymiz. Sinfdosh. Da. Mana bu ikkalasi opasi. Hamma ustozingiz strogi bo'lgan ekanlar, sizni? Yo'q, birinchi sinfda ustozim uncha emas. Dilnaza Ibragimni Rasa strogilar hozir ular u maktabda direktorlar bizani ko'rib turadilar har doim. Rahmat aytib qo'yinglar ustozinglarga. Rahmat.